Bizning sevimli materialimizni apparatli fasonimiz uchun 6 sm dan hozir bu joyda chizib chiqildi. 6 sm. Bu yerda ham 6 sm. Endi shu narsani biz hozir o'lchaganimiz. Qizlar mana shu aylanayotgan joyda xiyol aylantirib o'tib ketamiz. Plankasini tikilishini ham ko'rsatib beramiz. Aylantirib. Shu joyda yetib ketaman. Bizlar yarimta lapkada tikdik. Jimchuga o'ynab ketib, choki bir tekis tushiga xalaqit berdi. O'shani hisobiga hozir mana shu plasmas lapkani o'zida tikib turamiz, sababi bir xillikni ushlab turishi uchun. Ko'pchilik so'rashi mumkin, nimaga aynan plasmas lapkada tikdingiz, yarimta lapkada tikmadingiz deyishinglar mumkin. Aniq savollar berasizlar. Plasmas lapkada tikishimizning sababi mato deformatsiya bo'lmasdan tekis chiroyli chiqishi uchun albatta shu yo'ldan, shu usuldan foydalandik. Agar xohlasangiz yarimta lapkadan o'zingiz foydalanib ko'rishingiz mumkin. Bahramani tikib olgach, 6 sm plankamizni tikilgan bahramani ustidan qo'yib, aylantirib choklab chiqamiz. Burchak tikish sirlari. Lapka qo'yilgan joydan burchak chiqarib tikib boramiz oxirigacha. Taqab. Xuddi dasturxonni burchagi qanaqa chiqsa, xuddi shunaqa burchak chiqarish bo'ladi. Mana. Yon burchaga. Endi esa 6 sm plankamizni orqa tomonga ag'darib, tekis chokda tikib olamiz. Qizlar mana burchaga sal emas, yaxshigina sложно qo'linglarni keltirib bittalar qilmasanglar mana. Parter matoyimizga 700 ml qarsari tekis qilib tikib olib, bir tomonlamali 7 sm skladka terib chiqamiz.